Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkistonga Iroq Sham islom davlati kiramdi. Turkiya xabar yetdi to'g'ri gazetining xabarida bildirishicha, Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın erişken ma'lumotlarga ko'ra, Suriya ve Irak'ta hareket kılıvatkan Irak Şam İslam Devleti karargahını Kavkaz rayonlarına yötkümeşi. Bu ma'lumotni Rusya İstihbarat Teşkilatı FSB ta'kidlagan bo'lib, Rus istihbarat mas'ullari Irak Şam İslam Devleti'nin karargahını Kavkaz rayonlarına yötkishi o'xshash vaqtda bu hareketni Sharq Turkiston orqali Xitoyga kengaytirish ma'nosida kelganligini bildirishdi. Türkiye istihbarat teşkilatlarının erişken ma'lumotlarga ko'ra, Suriya ve Irak'ta sıkışıp kalgan Irak Şam İslam Devleti karargahını Kavkaz rayonlarına yötkürmekçi. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu ma'lumotini Rusya İstihbarat Teşkilatı FSB ta'kidlagan bo'lib, Rusya İstihbarat Teşkilatı Irak Şam İslam Devleti'nin Kavkaz'da bazı izlayotganligini ilgari surdi. Rus İstihbarat Teşkilatı'nın birinci müdür yardımcısı Sergey Smirnov Irak Şam İslam Devleti'nin Şimali Kavkaz'da taraftar izlayotganligini ilgari surdi. Rusya tarafının ilgari surgan ko'z qarashlariga ko'ra, Irak Şam İslam Devleti Şimali Atlantik Akti Teşkilatı NATO a'zosi ikki kuchli davlat tarafidan Şimali Kavkazga yuzlantirilmoqda. Kavkaz rayonlarining qo'l tegmagan munbat zaminlari va yer osti boyliqlari bilan hazar neftlarini qo'lga keltirish uchun Irak Şam İslam Devleti va shuningga o'xshash tashkilotlarning o'z ziminlariga eksport qilinayotganligini da'vo qilgan ruslar buning oldini olish tadbirlari haqida izlanmoqda. Rus istihbarat mas'ullari Iroq Sham islom davlatining qarorgohini Shimoliy Kavkazga yo'tkishi o'xshash vaqtda bu harakatni Sharq Turkiston orqali Xitoyga kengaytirish ma'nosiga keladi dedi. Ular yana Kavkaz rayonlari va O'rta Osiyodan keyin Xitoy G'arbning nishonida degan ko'z qarashlarini ilgari surmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotining o'tgan kunlarda o'tkazilgan terrorlikqa qarshi turish yig'inida bosh mavzuning Iroq Sham islom davlatining NATO a'zosi ba'zi davlatlar tomonidan Kavkaz, O'rta Osiyo va Xitoyda bosh ko'tarishi haqida plan tuzilganligi to'g'risida talash tortish bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar Pokistondami kuchli qo'llovchilari bo'lgan Iroq Sham islom davlatiga qanday taqobil turish to'g'risida aniq qarorga kelisholmadi. Elingan ma'lumotlarga ko'ra, NATOning terrorlik haqidagi siyosatlariga qiziqmaydigan ba'zi NATO a'zosi davlatlarning istihbarat tajribasi va yordamidan foydalanilganligi ilgari surildi. Toshkentda ochilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti rayonlik terrorlikqa qarshi turish yig'inidan keyin muxbirlarga bayonot bergan Sergey Smirnov xalqaro terrorlik tashkiloti Iroq Sham islom davlatining Shimoliy Kavkaz rayonlaridan tarafdor tepishga tirishayotganligini ifodaladi. Smirnov Iroq Sham islom davlatining xatirini uning a'zolarining boshqa tashkilotlarga yushurun kirishga boshlaganligidan ko'rmoqda. U bayonotida yana ular, ya'ni Iroq Sham islom davlati Kavkaz amirligi terrorlik tashkilotiga qiziqmoqda dedi. Ba'zi Kavkaz amirligi soha qo'mondonlarining Iroq Sham islom davlatiga bay'at qilganligini ifodalagan Smirnov buning intayin xatarlik bosqich ekanligini, Iroq Sham islom davlatining manfaat va ta'sir doirasini kengaytirishga tirishayotganligini bildirdi. Bu ahvolga qarshi birlikda jiddiy tadbirlar elinishi kerakligini bildirgan Smirnov kuchlik hamkorlik shakliga o'rnak ko'rsatib, Rossiya bexatarlik organlari bilan O'zbekiston bexatarlik organlarining Hizbut Tahrir faoliyatlarini cheklaganligini ko'rsatdi. Iroq Sham islom davlatining yeyilish ehtimolining bir o'rniki o'tgan oy Nigeriyada yuz berdi. Nigeriyada davlatning shimolini kontrol qilib turayotgan Boko Haram tashkilotining boshlig'i Abu Bakr Shakau bir ovoz e'lon qilib, Iroq Sham islom davlatiga bay'at qilganligini bildirgan edi. Mutaxassislar Boko Haram tashkilotining amdilikda Iroq Sham islom davlatining Afrikadagi bir qo'liga aylanganligini bildirmoqda. Biz bu haqda Turkiya Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi shuningdek strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat elib bordik. Bu burunqi shu Daesh'ninki burun chiqargan bir xaritaga qaraydigan bo'lsak, bu xaritaninki yalg'izla o'tirish shartdan iborat emas. Sharq tarafdan shu Sharq Turkistongacha, shu shimoliy taraf, shu Kavkaziyagacha Mesela keng bir dairedeki bir haritası vardı. Bu Daesh'ninki devletninki haritası değil mi? Şununla bunda rayonlara iyilişi ve içilişi bu haritaya karaydıgan olsak bu bir normal tek görünüyordu.
Ama bu da bu Rusya'nınki Rusya'nınki axbarat teşkilatınınki bunda bir haberini oturup koyuşu ve bunu şu Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın jığınında müzakere kılışı demek ki bu bir hakikatka aylangan dek turdu. Eğer de bu Ruslarning bergen axbaratı to'g'ri bo'lsa. Hem de bunun qaraydigan bo'lsak, Daesh tarafdan qaraydigan bo'lsak, bular bir qancha yerda cephe ishga tirishayotganligini ko'ryapmiz. O'ttir Sharqdan shu Afrikagacha. Xo'sh. Va shundaqla shu Rusiyaningki janubiy chegara rayonlarga va Xitoyninki rayonlarga, O'rta Osiyoga va Sharq Turkistonga degandek bu rayonlarga cephe aşkanlığını köstüdü bu. Demek ki bir yerde bir strateji ne amelge aşırışka tırışvatkandak gördü. Rusya tarafından aytgan bolsak bunu bugün gün tertipke ekegen kargançakda şu Xitay'nımı bir güçkeytip şu meselelerde bulup Daesh'e karşı bir ortak hemkarlık kılışının koydu deb o'ylayman buni. Ama Xitoy tarafı şu Ürümçide bo'lgan poyez stasyonda bo'lgan voqea va Ürümchininki Aktigan bozorida bo'lgan voqealar, undan keyin janubda bo'lgan voqealardan keyin Xitoy bu Daesh haqida naydi tayyorliklarni kelyapti. Axborot yig'ishchatda. Xo'sh. Buni nurg'un davlatlar bilan hamkorlik qilamiz deb buni ifoda qilyapti. Bundan keyin qanday bo'ladi uni bir narsa demak tez ama O'rta Osiyoda shu Daesh o'zining kuchini va ta'sirini yeyish uchun muvafiq bir yerda ko'rinyapti hozir. Kavkasiya shunday. Demek ki bu xabarlarninki, bu axborotning xabarlarninki bir to'g'ri tarafi mubodak turdi. Tayvanda ochilgan xalqarалық yig'inga Uyg'ur vakili qatnashdi. Tayvanning poytaxti Taybeyda oz sonli musulmonlar va hozirgi duch kelayotgan tahdidlar temasida xalqarалық yig'in o'tkazildi. Bu yig'inga Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining raisi Abdusalam Abdulg'ani apandi taklif bilan qatnashdi va Uyg'ur musulmonlari navbatda duch kelayotgan tahdidlar to'g'risida doklad berdi. Tayvanning poytaxti Taybeyda oz sonli musulmonlar va hozirgi duch kelayotgan tahdidlar degan temada xalqarалық yig'in o'tkazildi. 13-14 aprel kunlari 2 kun davom qilgan bu yig'inga Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining raisi Abdusalam Abdulg'ani apandi taklif bilan qatnashdi va yig'inda Uyg'ur musulmonlar navbatda duch kelayotgan tahdidlar to'g'risida doklad berdi. Yig'inni Markaziy Saudiya Arabistonining Makka shahriga joylashgan Islom dunyosi birligi tashkiloti uyushtirgan bo'lib, Tayvan tashqi ishlar ministrligi yig'inni qo'llab hamkorlashgan. Bu yig'inga Kashmir, Burma, Pokiston, Hindiston, Falastin, Tailand, Malayziya qatorliq 20 davlat va rayondan oz sonli musulmonlar vakillari qatnashgan. Egallanishicha bu yig'inga Xitoydan musulmon vakilmo taklif qilingan bo'lib, Xitoy Islom dini jamiyati bu yig'inga qatnashmaydiganligini bildirgan. Egallanishicha yig'inning ochilish marosimida Islom dunyosi birligi tashkilotining raisi Shayx Abdullah bin Abdul Muhsin Turki va Tayvan tashqi ishlar ministri David Lin ochilish nutqi so'zlagan. Tayvan televiziyasining xabarida bildirilishicha, Tayvan davlat raisi Ma Yingzhu yig'inni tabriklab yo'llagan telegrafda Tayvandagi musulmonlar Tayvan nufusining 1% tashkil qilganligini, ularning diniy erkinlik, haq-huquqlari davlat tarafidan qo'g'dilayotganligini, islom dinini o'rganish va tushunishga sharoit yaratilib berilganligini ifodalagan. Uyg'urlarga vakolatan bu yig'inga qatnashgan Abdusalam Abdulg'ani apandi dokladida oldi bilan Uyg'urlarning kim ekanligi, qayerda qanday yashaydiganligi to'g'risida to'xtalgandan keyin Uyg'ur musulmonlar navbatda duch kelayotgan tahdidlar, diniy besim va cheklamalarni dalil isbot bilan so'zlab o'tgan. Abdusalam apandining bildirishicha, yig'inda yana tayvanlik bir tadqiqotchi Xitoydagi musulmonlar to'g'risida to'xtalib, Uyg'ur musulmonlar navbatda duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini o'ttirg'a qo'ygan. 2 kun davom qilgan bu yig'in jarayonida boshqa so'z qilguvchilarmi dunyodagi oz sonli musulmonlarning masalalari va duch kelayotgan tahdidlar to'g'risida to'xtalib, Uyg'ur musulmonlarining diniy erkinlik jihatda cheklamaga uchrayotganligini misol qilib ko'rsatgan. Abdusalam Abdulg'ani apandi yig'inda so'z qilayotganda tayvanlik bir kishi buningga qiziqib, Uyg'ur musulmonlarining diniy erkinligining cheklamaga uchirganligi to'g'risida dalil isbot talab qilgan. Abdusalam Abdulg'ani apandi o'zi tayyorlab kelgan ilmiy maqolasidan ariya elib, xalqaro kuzatish tashkiloti qatorliq bir qancha tashkilotning dokladlaridan
dalil isbot ko'rsatgan va bu tema yig'in ahlining qiziqish nuqtasiga aylangan. Abdusalom apandi yig'in jarayonida Dunyo Islom birligi tashkilotining raisi Muhsin at-Turki va Tayvan tashqi ishlar ministri David Lin bilan uchrashgan va xotir rasmga tushgan. Abdusalom apandining qarashicha, bu yig'in xalqaro saviyada ochilgan va Tayvanning hamkorlashishi va sohibxonlik qilish bilan ochilgan bo'lg'achqa, Sharq Turkiston masalasining bir davlat darajalik bir yig'inda o'tirg'i qo'yilishi bo'lib, yig'inda Uyg'ur musulmonlarini tunishtirish, qiyinchilik ahvolini anglatish, islom dunyosi va Uyg'ur musulmonlarining munosabatini quyuqlashtirish jihatda ahamiyatga ega muhim yig'in ekan. Biz bu yig'in to'g'risida to'liq ma'lumotga erishish uchun yig'in qatnashgan Janubiy Avstraliya Islom jamiyatining raisi Abdusalom apandi bilan suhbat elib bordik. Bu yig'inning farqi nimasi? Biz bunga alohida taklif bilan vatanning ahvolini anglatish, Sharq Turkistondagi musulmonlarning xususan diniy jihatdagi bularga bo'layotgan bisir va zulmni kishilarga anglitishni bizni taklif bilan shuni bir necha oy burun bunga chaqirib o'tgan. va shunga tayyorlik qilib uni araydi. Shundoq ammo bu yerda bu yaxshi olqishga erishdi. Kishilarning qiziqishi bu haqda bu masalaga qiziqishlarni filib bildirdi va olqishladi. Bu yig'inga 20 dan ko'proq davlatlardan vakillar qatnashdi. Buningga masalan Hindistondan, Burmadan, Kashmir, Makedoniya, Nimisidan, Albaniyadan, Sri Lankadan, Taylanddan, Filippin, Yevropa davlatlaridan masalan Fransiya, Shvetsiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorli davlatlarning vakillari shu davlatdagi musulmonlarning ahvolini, undagi Shangang, Tayvan nima maxsus buningga shu yig'inga alohida o'ziniki dokladlarni sunganlar bo'ldi. Ya'ni bu yerda Shangang, Tayvan va Jungo degan vaqtimizda biz Sharq Turkiston masalasida bu birga munosabatlik ahvol. Ammo ko'rinishda u yerdagi yashayotgan musulmonlarning ahvolini bizningki Sharq Turkistonda yoki ularcha aytganda Uyg'ur avtonom rayonida yaşayotgan Uyg'ur musulmonlarining ahvolida osmon zimin farqining borligini bular his qildi. Bu bir cho'ng bir ish bo'ldi. Amaliyat nurg'un kishilar Jungo'da musulmonlarning aytib xotirjam yashayotdi. Bu yerda hech qanday qiyinchilik yo'q. Ularga hamma yetganlik bor deb qaralib kelgan bo'lg'achqa buni tushunmagan. Ammo shu o'zimning doktoratini sungan vaqtimda shu yerdagi Tayvanlik odamlardan, mutaxassislardan bir nechtasi sizning bu so'zga fakitmi? Qanday fakt bilan siz hozir shu yerda bo'layotgan zulmni qanday isbotlaysiz? Chunki biz hozir u yerga berib kelish masalasida nurg'un Tayvanliklar bor edi. Uyg'urlarning u yerda xotirjam yashayotganligini ko'rdik va uni shunday yaxshi yashayotib kelganlar bor degan Allohni qo'ygan bo'ldi. Bunga men faktlik bo'lgan vaqaliklarni va u yerdagi sunniy qarshi o'zimning maqolasida va sungan nimada bo'lgan xalqaro masalan Human Rights Watch deymiz yoki Amnesty International deganga o'xshash xalqaro tunilgan organizatsiyalarningki sungan maqolalari va reportlari 2014 bilan 2015 bo'lgan aniqda bo'lgan bir yillik ichida bo'lgan hodisalar buni hamma o'tirib qo'ygandan keyin u mening so'zimni bu doktor Chang Fuchang degan asonlikdagi musulmonlar do'stlayotgan qiyinchiliklar haqida so'zlagan odam to'g'ri deb bu odam buni olqishlab o'zininki doktoratini masalan alohida tilga olib hattoki so'zining ichida Uyg'urlar degan kitob yana turg'un almasnimi alohida tilga olib uni rasmi bilan uni chiqarib mana bu odam Sharq Turkiston masalasini Uyg'urlarning ahvolini tarixini haqiqatan asosiy chunqur asos bilan va Xitoylarningki tarixiy asoslanib turib bu yozgan mushuning kitobimi hozir chekilmaklik masalan Xitoyda demak bu yerda Uyg'urlarga rasmiy bir kengchilik bo'lmaganligi buni mushu bir isbot deb nurg'un isbotlarni qo'ydi. Bu bir biz uchun bo'lganda bir yaxshi ma'lumot bo'ldi endi. Demak shu o'ziningki Tayvanliklarningki shu odamlarningki so'rgan savoliga bu odamningki bergan javobi bizningki mening bergan javobimdan kuchliroq deb qarayman. Chunki bizninkini ular sen Uyg'ur bo'lganda albatta o'zlarininki Uyg'urlarning gapini qiladi deb bunday tushunishi mumkin. Ammo bularninki va boshqa masalan Taylandning kelganlar bo'lsin, Kashmirning vakili, Hindiston, Filippinning vakillari hammasi zodi Sharq Turkistonningki Uyg'urlarningki zodi fizilayotganligi, bularga diniy jihatdan bo'layotgan zulm hozirgi yaqin xabarlarda masalan imomlarningki soqollarini tushirish, ularni usulini o'yintish deganga o'xshash namoz o'qish ruxsat qilmaslik, ayollarni yig'lab o'tkazmaslik deganga o'xshash masalalarning hammasini men bir qo'l deb o'tgan bo'lsam, hammasi buni tilga olib bu masala zodi ig'ir ahvol u yerdagi musulmonlarga bo'layotgan ahvol. Buningga musulmon davlatlari xalqaro gap chiqyapti, ammo musulmon davlatlari bunga ega chiqishi kerak deb hammasi shu taklifni berdi. Xitoy Turkiya bilan hamkorlashish maqsadini oshkorladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Xongley Xitoyning Turkiya bilan terrorlikqa qarshi turish jihatida hamkorlashishni umid qilganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xongley seshanba kuni Turkiya medialarining Xitoydan kelgan 2 nafar islom davlati a'zosining
Suriya chegarasida Turkiya harbiy qismlar tarafidan qo'lga ilinganligi to'g'risidagi xabariga bildirgan inkosida Xitoyning Turkiya bilan terrorlikqa qarshi turish jihati hamkorlashishni umid qilganligini bildirgan. Turkiya harbiy tarafining bildirishicha, bu ikki gumondor Turkiyaning sharqiy janubidagi Kilis viloyatidagi bir kentda qo'lga ilingan. Egallanishicha, harbiy taraf bu voqeaga munosabatli tekshirishni boshlagan. U Xitoyning Turkiya qatorliq nurg'un davlatlar bilan terrorlikqa qarshi turish jihati hamkorlikni kengaytirganligini bildirgan. Xonglay Sharq Turkiston islom harakatining Xitoyda terrorlik hujumi elib berayotganligini, chet ellardagi radikal kuchlar va terrorchilar bilan aloqa bog'lab hujum qilish uchun maxsus odam avatayotganligini aytgan. Lekin kimlarni avatib, qanday hujumlarni elib borganligi to'g'riliq tafsilot bermagan. U yana bu tashkilotning dunyoning tinchligi va xavfsizligi uchun real tahdidga aylanganligini da'vo qilgan. Buningdan ilgari Turkiyaning Xitoydan kutilgan terrorlikqa qarshi hamkorlashishda Turkiyada terrorlik elib berayotgan PKK tashkilotining terrorchi tashkilot deb tizimlikka elish taklifini Xitoy qabul qilmagan va bu tashkilotga qarshi turishni xohlamagan edi. Chunki bu tashkilot kommunist ideologiyasini asos qilgan Xitoy bilan o'xshash ideyadagi bir tashkilotdir. Xitoy Uyg'urlarni bostirishni qonunlashtirish va xalqaro qo'llashga erishish uchun Xitoyga qarshi harakat bo'lsa, uningga terrorlik qalpiga kiygizib, xalqaro tashkilotlarga chetishga urinib kelmoqda. Hujumning sababini chet elga chetish orqali Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish siyosatlarini yushirish g'arazida bo'lmoqda. Sharq Turkistondagi ishg'olchi Xitoy Kommunist partiya sekretari Jang Chunshan o'tgan oy Xitoyning ikki yig'ini mezgilida chet el muxbirlariga yolg'on ma'lumot berib, Islom davlatidan kelgan Uyg'urlarning Xitoyda terrorlik hujumi elib berayotganligini aytgan edi. Ammo bu to'g'rida hech qanday amaliy paket ko'rsatmagan. Ismini oshkorlamagan bir amaldor Xitoyning istixborot uchur almashtirish va delo tekshirish qatorliq jihatlarda Turkiya bilan hamkorlashish orqali atalmish Uyg'ur avtonom rayonidan kelgan terrorlik gumondorlarining Yevro Osiyo davlatlariga qonunsiz kirishiga qarshi turadiganligini bildirgan. Xitoyni atalmish terrorlik hujum qo'rqinchi chirmab oldi. Xitoy Kommunist partiyasining markaziy ishxonasining bergan ma'lumotiga ko'ra, Xitoy atalmish terrorlik hujumlaridan ansirab, bexatarlik tadbirlarini eng yuksak saviyaga chiqarganligini bildirgan. Kuzatuvchilar Xitoyning bu tadbirlar bilan Uyg'urlarni texmo qattiq bostirishga bahona qildi deb qarashmoqda. Har vaqt tinchlik va muqimlikni qo'g'dashni shuar qilib turib, besim va zulm qilishni davom qilayotgan ishg'olchi Xitoy doiralarini atalmish terrorlik hujum qo'rqinchi chirmab oldi. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligining Xitoy Kommunist partiyasining markaziy ishxonasi va davlat komitetining bergan ma'lumotiga asoslanib turib e'lon qilgan xabarida, ko'cha avtobuslarda kishilar ko'p bo'lgan zich yerlarda bexatarlik tadbirlarining kuchaytirilganligi bildirildi. Xabarga qaraganda aerodromlar, poyezd liniyalari, maktab va doktorxonalar, tijorat markazlari qatorliq kishilar zich bo'lgan yerlarda terrorlik hujumlarining oldini olish maqsadida amonlik saqlash kuchlari va kuzatish apparatlarining soni ko'paytirilgan. Hujumga uchrash ehtimoliga qarshi Xitoy doiralari yana kishilarning kimlik ma'lumotlari va bank hisob nomerlarini o'z ichiga olgan davlat nupus kanishkisi va sonliq ma'lumot ombar sistemasi qurdi ekan. Xabarda yana mehmonxonalarning kirish chiqish, ikkinchi qo'l ashyolarni sotib olish, har xil madaniyat faoliyatlariga qatnashishda fuqarolarning salohiyat guvohnomasini ko'rsatib tizimlatishi kerakligi ta'kidlangan. Xitoy doiralari yana har qaysi idora jamiyatlarda bexatarlik tadbirlarini bahona qilib, tuzumni texmo chingitganligini bildirgan. Markaziy Hong Kongda bo'lgan Shimoliy Xitoy saharlik gazetimi Xitoy doiralarining Uyg'ur avtonom rayonida bexatarlik tadbirlarini kuchaytirganligini bildirdi. Ba'zi bir qism kuzatuvchilar Xitoyning bu qilmishi Uyg'urlarni texmo bostirish va boshqarishni kuchaytirishning bahonasi deb qaramoqda. Doktor Kamal Tekten har vaqt Sharq Turkistonliklarning yanida bo'ladiganligini bildirdi. Türk parlament a'zosi nomzodi Doktor Kamal Tekten Sharq Turkistondagi vaziyatning eng ichinishli ekanligini ifodaladi va har vaqt Sharq Turkistonliklarning yanida bo'ladiganligini bildirdi. Adolat va taraqqiyot partiyasidan parlament a'zosilik nomzodi bo'lgan Doktor Kamal Tekten saylan faoliyati xizmatlari munosabati bilan Qaysaridagi Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Kamal Tekten apandi Sharq Turkistondagi vaziyatning eng ichinishli bir ahvol ekanligini ifodaladi va har vaqt Sharq Turkistonliklarning yanida bo'ladiganligini bildirdi. Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Seytum Turk va Sharq Turkistonliklar tomonidan qarshi ilingan Doktor Kamal Tekten apandi Sharq Turkistonliklarning dard alam tortayotganligini va qiyin qistoqqa uchrayotganligini intayin yaxshi bildiganligini ifodaladi. Kamal Tekten apandi so'zda Sharq Turkiston hurlikka chiqmoqcha kurash qilishning tugamaydiganligini bildirib mundaq dedi.
hammamiz birlikda qo'l tutishib, hurlikka erishishga kurash qilinishi kerak. Fikri va zihniy jihatda davomli sizlarning yeninglarda bo'laman. Faqat Sharq Turkistonning emas, balki butun islom dunyosining dardi bizning dardimiz. Ammo Sharq Turkiston buning ichida eng qiyin ahvolda bo'lgan, eng ichinishli ahvolda qolgan rayon. Sharq Turkistonlik qarindoshlarning masalalarini tub yiltizdan hal qilish uchun texmi yaxshi, texmi sistemalik bir xizmat elib berishni orzu qilamiz. Ziyorat jarayonida Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining boshlig'i Said Tumturk apandi Türkiye Cumhuriyetining mazlum Sharq Turkistonliklarga ega chiqqanligini bildirib mundaq dedi. 8000 atrofida Sharq Turkistonliklar 2014-yili Turkiyaga kelib, or nomus iffati bilan diniy e'tiqodiy erkinligi bilan xotirjam yashayotdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti davlatining Sharq Turkistonliklarga ko'rsatgan vafodorligi hisoblandi. Alloh xolisa davlatimiz buningdan keyinmi o'ziga xos bo'lgan alohidliklar bilan bu da'voga ega chiqib, bizning yenimizda bo'ladi. Biz davlatimizning Sharq Turkistonliklar uchun texmi cho'ng xizmatlarni qildiganligiga ishonamiz. Kichik mujohid Qashqari Uyg'urlarga yana sharaf keltirdi. Türkiye Adıyaman Üniversitesi'de o'tkazilgan GAP Oscar mukofoti murosimida Uyg'ur farzandi 7 yoshlik mujohid Qashqari Uyg'urlarga yana bir qatim shon sharaf keltirdi. Sharqiy Janubiy Anatoliya GAP jurnalistlar birligi tarafidan o'tkazilgan 12-navbatlik Oscar mukofoti alohida murosim bilan tarqatib berildi. Adıyaman Üniversitesi konferans zalida o'tkazilgan murosimda bir qancha 10 soha bo'yicha mukofot tarqatildi. Uyg'ur farzandi 7 yoshlik mujohid Qashqari GAP Oscar mukofotiga loyiq ko'rildi. 2015-yilning eng ilg'or valisi mukofotiga loyiq ko'rilgan Adıyaman valisi Mahmud Demirtash ichilish nutqida 12 yildan buyon an'anaviy shaklda Turkiya va Turkiya atrofidagi shundaqla Balqon rayoni va Turk dunyosidagi har soha ilg'or shaxslarga tarqatilib kelayotgan GAP Oscar mukofotining Turkiyadagi eng nufuzli xalqaro mukofotlar qatorida o'rin olganligini va axborot sohasidagi demokratik qimmat qarashlarning taraqqiy qilishiga, bo'libmi Adıyamanning xalqaroga to'nilishiga zo'r to'hfa qo'shayotganligini aytdi. Murosimda hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasining parlament guruhi boshlig'i vakili Ahmad Aydin apandi 2015-yilning eng ilg'or siyosatchisi mukofotiga erishdi. Turkiyada Uyg'ur masalasi tilga ilingan hamon sahnalardagi suyumlik yangroq sadosi darhol asga ilindigan Uyg'ur farzandi 7 yoshlik mujohid Qashqari yashining kichikligiga qaramay qisqagina vaqt ichida o'nlagan televiziya kanalida shundaqli xalqaro va davlatlik qancha o'nlagan murosimlarda she'r o'qib, Uyg'urlarning Turkiyada bo'libmi Turk dunyosi tunilishiga zo'r to'hfalarni qo'shish orqali simvollashgan bir ismga aylanganligi sababidan 2015-yilning eng ilg'or faoliyatchisi mukofotiga erishdi. Mujohid Qashqari buningdan ilgarimi 2 cho'ng xalqaro mukofotga erishgan edi. U 2014-yili BDT Madaniyat, ilm-fan va ma'rif tashkiloti tomonidan İsmail Gasparali yili bo'lib e'lon qilinganligi munosabati bilan Turk dunyosi jurnalistlar jamiyati uyushtirgan İsmail Gasparali xalqaro inson haqlari va jurnalistlar mukofoti murosimida İsmail Gasparali Turk dunyosi she'r mukofotiga, ondan 2015-yili mart oyida Istanbulda Turk dunyosi xalqaro xizmat mukofotiga erishgan edi. Mujohid Qashqarining dadasi Mirkamil Qashqari bu mukofotni zulm ostidagi Uyg'urlar nomidan olganligini va cho'nqur rahmat aytadiganligini bildirish bilan birga GAP jurnalistlar birligi boshlig'i Zaynal Abidin Qiymaz apandiga ko'k bayroq va Mahmud Qashqarining rasmini taqdim qildi. Murosimda Ozarbayjon parlament a'zosi Ganira Pashayeva xonim Turkiya va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlarning taraqqiyotiga zo'r to'hfalarni qo'shganligi yuzasidan 2015-yilning eng ilg'or siyosatchisi mukofotiga loyiq ko'rildi. Hurmatli ko'ruvchilar, biz bu haqda, ya'ni bu kichik shogirdimizning dadasi Mirkamiljon Qashqari bilan hozir telefonda Anqaraga bog'lanib ko'rishimiz, suhbat olib boramiz bu haqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli Mirkamiljon Qashqari apandim, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Yaxshi, alhamdulillah. Aldı bilan men bu kichik shogirdimizningki bu Uyg'urlarning faxri bo'lib uzundan buyon har xil sahnalarda Uyg'ur xalqini tunitib kelayotgan bu Mujohid Qashqarininki bu qatim 12-navbatlik GAP Oscar mukofotiga erishganligi uchun oldin tabriklayman. Tabriklaymiz oldi bilan. Rahmat. Bu bizga oid emas, hammamizga oid mukofotlar. Xo'sh. Sizdan hamda oldi bilan men shu bu qatimliq shu GAP Oscar mukofotininki o'rlashtirilishi bu qandaq bir faoliyat bu? Mushaqda biroz ma'lumot olgan bo'lsam, uniki bu
bu GAP Oscar mukofoti endi 12 yilning yog'i davomlashib kelayotgan mukofot ekan. Buni GAP gazetachilar, jurnalistlar uyushmasi birlik tarafidan, ya'ni GAP degan Sharqi Janubi Anatoliya jurnalistlar birligi degan bo'ladi, qisqartirilma, GAP qisqartirilmasi. Şular tarafidan o'rinlashtirilgan mukofot ekan. Bu endi dastlabda boshlangandan tortib hozirga qadar shu asosan turk dunyosi, Turkiyaga yaqin bo'lgan, munosabat yaqin bo'lgan davlatlar ichidagi Turkiya bilan bo'lgan munosabatlarga, Turkiyaning shu davlatlar bilan bo'lgan munosabatiga har qaysi sohalarda töhfa qo'shgan, Türk dünyasını tanıtışkı töhfa qo'shgan, shunday shakldagi siyosatchilardan tortib karxonchilardan tortib hamma san'atchi, yozuvchi, muxbir, mushulning hammaga taqib keladi. Bu mukofot berilganlar ichida davlat raislaridan tortib, bosh ministerlardan tortib, masalan, Qibrosning Cumhur raisi va Darvish Aroğlu, u 2 qitim shu GAP Oscar mukofoti olgan. Undan boshqa nurg'un davlatlarning ministrlari, tashqi ishlar ministrlari, shuningdek parlament a'zolari tanilgan shaxslarga berilib kelyotdi alohida taklif bilan. Buni ulumi taklif qilingan zaman kelib ilyotdi. Endi shuni shu Adıyaman valisini tanishtirib o'tdi. Bu mukofotni hozir Turkiyadagi nopozliq mukofotlarning birisi edi. Meni bildirganim shunchalik. Rahmat, yana hammamizga ma'lum, yana bu Mujohid Qashqari inimiz, yani o'g'limiz desak ham bo'ldi hamda. Bu 2014-yilda BDT Madaniyat, Ilm fan va ma'rifat tashkilotlari tarafidan Ismoil Gasparali yili bo'lib o'tgan yil 2014-yili bu yilda bu she'r mukofotiga, yani Ismoil Gasparali Turk dunyosi she'r mukofotiga erishib, yana bu shon sharaf keltirgan u vaqtim siz ziyorat qilgan to'q. Ve 2015-yil mart ayida yana Istanbulda Turk dunyosi xalqaro xizmat mukofotiga erishdi. Demak, yani kichik turiblam bu Mujohid o'g'limiz haqiqatan nurg'un Turkiyaning har xil kanallar, televiziya kanallarida bo'lsin, yani Uyg'urlarning aytdi, Uyg'ur degan hamon degan ismimizga har bir turkniki bo'lib, Turk dunyosidagi, butun Turk dunyosidagi kishining aqliga birinchi olib kelishi mumkin hamda hozir Mujohid Qashqari, yani bu xili Uyg'urlarninki ovozini tunutgan bo'ldi. Endi siz so'rab boqsam, shu hozir nechinchi yil o'qiydi o'g'lingiz? Hozir 2-sinfda o'qiydi, boshlang'ich 2-sinfda. Siz degandek mukofotni berdigan chog'dimi, shunda siz degandek tanishtirib o'tdi. Endi bu Sharq Turkiston degan ism bilan Mujohid Qashqarli degan ism birga bilishib ketgandek holatda hozir shu darajada o'zi kichik bo'lsa-mu, 3-4 yilning yog'i faaliyetlerinin nurgullarına katlaşıp televizorda da her yıl 4-5 qitim televizorga çıkıp Şarkı Türkistan'ın sadasını anlatıp meclisini tik tutup degen şekilde tanıştırdı. Azerbaycan'ın parlament azası ve Ganira Paşayeva Hanı'dır. O mu çıkıp nutuk sözü de Şarkı Türkistan doğrusu gap kıldı, Karabağlı doğrusu gap kıldı. Şu jarayonda Umum Mücahit'le misal edip Sharq Turkiston degan chig'imizda Mujohidning sahnadagi tik turishlari, o'qigan she'rlari shu ko'z oldimizga keladi deb qisqacha shu gapni qilib o'tib ketdi. Demak, bu mening balamdagi she'r o'qish talantim emas. Va bu mukofotning berilishi uning she'r o'qish talantidan boshqa, mayli yeshining kichikligiga qolmay, har qanday maydonda Xitoyga qarshi maydoni rushan, bayrog'i uchuq beşi tik turalığanlıqı kichik olsun. Ondan başqa, endikin muşu Türk dünyasınınki, Türkiye'deki xalqının her qaysı teşkilat, ammavi teşkilatının olsun, jurnalistinin olsun, Uygurluğu bolğan istaşlıqı. Bizden Şarq Türkistan davayımızga bolğan ko'ngil bölüşüdün kelgan mukofot bu. Yalnız onun iqtidoriga emas. Şunu bu mukofot hergiz men ko'nglimda mening balamga mansub bo'lgan mukofot demayman. Bu Şarq Türkistan'a mensup, mezlum Uygur Müslümanlarga mensup. Aşulun şu mezlumiyeti, şu Xitayning işgaliyetide biz qanmagan bolsak, muşu istaşlık bulmagan bolsa bu mukofot bo'lmaydi. Demek bu mening balamga mukofotni berayotganligi
biz Uyg'urlarga nisbatan bulapmı chet eldagi o'qiyotgan har xil sohalarda o'zini ish qilayotganligiga nisbatan bir rag'bat, bir ulgu bo'lsa, yaxshi bu mukofot o'ziniki nishoniga yetgan bo'ldi deb o'ylayman. Buni ko'rish lozim. Dunyoda, xalqaroning hamma yerida davomli maydisini tik tutib, bayrog'ini egiz ko'tarib kelgan odam har yerda hurmatga sazovor bo'ldi, mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin. Men bundan mushi dars chiqsa, mayli o'quvchilarimiz bo'lsin, mayli o'qituvchilarimiz bo'lsin, mushi darsni olsa, bu mukofot o'zining maqsadiga yetgan bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri, bu istiqbollarimiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Yani hamda hammamizga ma'lum, ya'ni bolalar va har qanday birisi biludamda siz qancha jafo tating buni bir so'rag'im kelyotgandamda. Mushu holatga mujohid Qashqariyni mushu holatga akilish uchun qancha ajr singdirib, qancha jafo tatayotgansiz masalan. Odatda bolalar maktab o'qishdagi darslarga ta'sir etyapti, masalan, buncha uzun she'rlarni yodga olish. Bu bak muhim bir savol bo'ldi. Endi maktabda ba'zan o'qituvchilar bilan talashib qolgan vaqtlarimiz bo'ldi. O'qituvchilar xatolab, sen bu bolaning kelgusini nobud qilyapsan va berga olib so'raladi, bunda qilaversan, bu bolaning o'qish qapqasi bo'lmaydi dedi. Men bu amal va o'qishiga daxl yetkazmaslik uchun nurg'un qitimliq takliflarni rad qilgan bo'ldim. Endi maktabda maxsus psixologlar, bolalar psixologlari bilan o'tirib hay'atdan chaqirib meni maktabdan. O'tirib ma bolaning kelgusini sen bilan deyishmasak bo'lmaydi dedi. Hozir bu bolang hozirgi ovozi bilan, hozirgi talanti bilan yana 1 yil, 2 yil mushunda alqishlanib menishi mumkin. Alqishlanishni hamma ota-ona yaxshi ko'rdi, hamma kichik bola yaxshi ko'rdi. Bu maktabimizda hamma bola yaxshi ko'rib, nega vas voy mujohid deb mayli maktabimizga kichikdan tortib cho'ng'ish hammasi voy deydi. Bu qachongacha davomlashadi? Yani eğer 2 yıldan keyin bu nesil yok olsa, balangning ovozi o'zgardi, jismi o'zgardi, o hareket faoliyatimi o'zgarishga boshlaydi. U chaqda hozirgi alqishlarni sen olamisa bu balang, hozirgidek sanligi chiqib ashunda qilamisa, bu igizdan tashlab o'tgandek bo'lib, psixologiya jihatdan bu balani nobud qilgan bo'lsa, shunga sening kelgusiga nisbatan bu balaning bundan keyin shunda alqishlanib, menishiga nisbatan planing olsa, bir layiyan olsa, onu biz oturup heyet olup sözleşsek, ona göre bu balını terbiyelep mansak, ya eğer senin kelgüsüge dair planın olmasa, onu mu çıkırsan, şuna dair biz meslahatleşsek de, mektep heyetinden mahsus şuna beni çakırdı. Oturup şunu sözleştik, rast, oğlunun davet kılını rast. Ben de balamın kelgüsünü, alkış aldıkken, mükafat aldıkken de, rast, çoğunluğu özü oylap baksa oldu. İkiz yani, çoğulap, kiçiklep bitiş ters, ikiz yerden düşmek ters. İkiz yerden çıkıp olap düşsen, çoğun adamı götürenmeyi, sarahulap kaldığın anda işli bağ. Bu küçük valla elbette mi götürenmeye kalış mümkün. Şimdi bu nesilde memecik oylumudum emez, oyludum. Şimdi olsun hem de yana aldığımızda dava bağ, bu dava bizge nispeten bir cihat, bir ibadet bu Şarkı Türkistan davası. Bunun için hemmenimiz fida deydikenimiz, ballarımızın kelgüsünü dağıtıp, özümüzün eğitimiz, kelgüsümüzün tartib hem nersini muşu yolga atıyalıgan çağımızda doğru işkellikini, basqın kadimimizin doğru işkellikini bilgenden keyin hem nersimizni atap tevekkül, Allah'a tevekkül kılıp, sana tevekkül kıldım Allah diye vaktimizde aşı biz korkan kelgüsünü Allah özü bir yolu bilen, başka çıkış yolu verir o diyen bir işenç bilen muş işini kılıp meyle biz baga yamu yapkan vay Abdüz bilen 3 saatlik yol. Hem verge berip geliş, şu jarayandaki japaymışak, japa tartımız. Ama bunun bir özgü layık lezzeti var. O nime hanım bolsa Allah rızalık için. Halkımızın kalbige azrak olsun teselli, azrak olsun bir aşı gemkin kalplerge kiçik inan bolsun susi paylaydigan kiçik inan bir iş olsun kıldık. Muş iş kiçik inan olsun insanlarını söyündüreldi, Uygurluğunu söyündüreldi diyen o söyünç, aşı huşallık bizde huşallandırıp bütün hadikamızını çıkardı. Allah razı olsun. Hakikaten bek nayet bir güzel bir söz kıldınız. Hakikaten yani her bir ata-ana oyunlaşık tegişlik bir güzel bir söz oldu. Hakikaten inşallah buldu. Rahmet. Allah razı olsun. Rahmet olsun. Allah'a emanet olun. Xitayning atalmış medeniyet temi. Onsu nahiye Çağraq yesiga tushgan xizmat atriti kent qorosi ichida atalmış asabiylikni tugutish bosh tema qilingan
uzunluğu 30 metr keladigan madaniyat temi barpo qilgan bo'lib, yanada Uyg'urlarning diniga haqorat qilmoqda. Tangritog to'rining 10 aprel xabar qilishicha, Onsu nahiya Chag'roq yesining suv yoqisi kentiga tushgan xizmat atrati kent qo'rosi ichida atalmish asabiylikni tugutish bosh tema qilingan uzunluğu 30 metr keladigan madaniyat temi barpo qilgan. Bu atalmish madaniyat temiga asabiylikni tugutish temasidagi tam rasmlari chizilgan bo'lib, xalqning ishg'olchi Xitoy Kompartiyasining boshchiligida da'vo qilayotgan atalmish asabiy kuchlarga zarb berib, Xitoy qonunlarini o'rganib, Xitoy orzusini amalga oshirish uchun kurash qildiganligidek mazmunlar aks ettirilgan. Xitoyning bu temini madaniyat temi degandan ko'ra siyosiy bo'lgunchilik temi deyish muvofiq. Chunki Xitoyning da'vo qilayotgani madaniyat emas, faqat siyosiy tashviqot. Xitoy bu tashviqotlar orqali Xitoyga aktiv qarshi turib kelayotgan Xitoyning din, madaniyat jihatiga tajovuzchiliklarga norozilik bildirayotgan Uyg'urlarga asabiylik qalpiqi kiygizib, Xitoyparast Uyg'urlarni ularga qarshi kuch ko'rsatib, millatimiz orasiga bo'lgunchilik silishga urinmoqda. Xitoy Kompartiyasining ideologiya jihatdagi safsatalarini Uyg'ur musulmonlarga madaniyat nomida tangmoqda. Xitoyning bu qilmishi odamga Berlin temini asıltıdı. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Germaniyaning poytaxti Berlinda bir tam yasalgan. Bu tam Berlin shahrini jo'g'rofiya jihatdan ikkiga ayirib turgan. G'arb tarafi Amerika boshchiligidagi siyosiy tuzumda, Sharq tarafi Sovetchi tuzumda turgan. Lekin bu tam oxiri yanada Germanlar tarafidan cheqib tashlangan. Xitoyning bu tamlarimi hamon cheqib tashlandi. Xitoy ishg'oliga va besim zulmlariga qarshi turish hargizmi oz bir qism Uyg'urlarning da'vosi bo'lmasdan, balki butkul Uyg'urlarning, butkul musulmonlarning da'vosidir. Xitoy Sharq Turkistondagi tajovuzchiligini qachongacha davomlashtirsa, Xitoyga qarshi kurashmo shu vaqtgacha to'xtab qolmaydi. Xitoy oz sondagi Xitoyparast g'olchilar orqali ko'z bo'yamchilik qilib, xalqni aldashga urinsimi, haqiqat hamon oshkora bo'ladi. Uyg'urlarga töhmet qilgan Gülen guruhining medialariga raddiya. Fethullah Gülen tashkilotining gazeti bo'lgan Maydon gazeti e'lon qilgan xabarda ham Turkiya hukumatini, ham Xitoy zulmi ostida qiyin qistoq va zulm tortayotgan Uyg'urlarni terrorchi deb töhmet qilgan bo'lib, buningga Turkiyadagi nurg'un axborotlar va Uyg'ur tashkilotlari raddiya berdi. Fethullah Gülen jamoatining yangi mediasi Maydon gazeti Uyg'urlarni terrorchi ko'rsatish maqsadida bir xabar e'lon qildi. Bu xabarda Uyg'urlarning Daesh bilan aloqasi borligi da'vo qilingan. Bu xabar Uyg'ur musulmonlar ustidan yangi bir qatliam yurgizishga sharoit yaratishga turtkilik rol o'ynaydi. Fethullah Gülen tashkilotining gazeti bo'lgan Maydon gazeti e'lon qilgan xabarda ham Turkiya hukumatini, ham Xitoy zulmi ostida qiyin qistoq va zulm tortayotgan Uyg'urlarni terrorchi deb tuhmat qilmoqda. Xabarning bosh temasi Iroq Sham islom davlatiga Turk pasporti degan temada bo'lib, Fethullah Gülen tashkilotining yangi mediasi Maydon gazetida 9 aprel payshanba kuni e'lon qilindi. Keyin Fethullah Gülen tashkiloti bilan o'xshash iddiyodagi Zaman gazeti qatorliq butun media va xabar turlarida e'lon qilindi. Xabarda Xitoydan, ya'ni ishg'ol ostidagi Sharq Turkistondan musulmon Uyg'ur turklari qochoq yo'llar bilan Turkiyaga keladiganligi, Istanbulda ular uchun tayyorlangan saxta pasport bilan Suriyaga avatildiganligi va terrorchi bo'lib, Iroq Sham islom davlatiga qatnashadiganligi da'vo qilingan. Xabarda yana hozirgacha Xitoyning Uyg'ur rayoniga Turkiyadan 50 ming saxta turk pasporti avatilganligi, 50 ming Uyg'urning Iroq Sham islom davlatining Suriyadagi jang maydoniga ketganligi, buni Turk hukumatining qo'llayotganligi ilgari surilgan. Bu xabar e'lon qilingandan keyin Turkiyadagi eng chong gazetlardan Sabah gazeti, inglizcha Sabah Today va Oqshom qatorliq gazetlar bilan A Xabar, Ulka TV va davlat televiziyasi bo'lgan TRT qatorliq kanallar xabar tarqatib, mazkur xabarning yomon niyat bilan yozilgan yolg'on xabar ekanligini ta'kidlashdi. Xabarda bu yolg'on xabar e'lon qilingan gazetning Turkiya hukumatiga qarshi turish uchun mazlum Uyg'urlarni qarilaganligi ilgari surildi. Ufuq Ulutash apandining Oqshom gazetida e'lon qilgan Fethullah Gülen matbuotining Uyg'urlar to'g'risidagi yolg'onlari mavzuliq maqolasida mundoq deb yozildi. Uyg'urlar bilan turkmanlar butun umidini Turkiyaga bog'lagan qarindosh xalqlar. Ular beshiga kun tushsa Turkiyaga talmirdi. Bosh ministr Ahmet Davutoğlu'nun Ürümçide bir Uyg'ur bilan quchoqlab ko'rishgan ko'rinishi Turkiyaning Uyg'urlarga bo'lgan samimiy sevgisini ifodalaydi. Shunga Turkiya hozirgacha 10 minglagan Uyg'urga grajdonlik berdi. Bu Uyg'urlar davlatimizning ayrilmas bir parchasi bo'ldi. Afsuski Uyg'urlar va turkmanlarning hammasi Turkiyaga qochib kelish fursatiga ega bo'la olmadi. Bugungi kunda Uyg'urlar Xitoyning turkman qarindoshlarimiz Asadning zulmi ostida yashamoqda. Ufuq Ulutash apandi Oqshom gazetida e'lon qilgan maqolasida Türkiye Cumhuriyeti devletinin Uyg'urlarga insoniy jihatdan yordam qilishga tirishayotgan bugungi kunda
Türk hukumatiga qarshi bo'lgan Fathullah Gülen guruhining Türk hukumatini qaralash uchun Uyg'urlarni terrorist qilib ko'rsatishga tirishayotganligini, bu Xitoyning Uyg'urlarni xalqarada terrorchi qilib ko'rsatish siyosatiga moslashayotganligini yozgan. U maqolasida bu xil xabarlarning Uyg'urlarga diniy besim siyosati yurgizayotgan Xitoyga foydali ekanligi, Türk davlatining oliy manfaatiga ziyonli ekanligini, bunda xabar e'lon qilgan bu gazetning ya Xitoyning jasusi yoki Turkiya davlatining dushmani ekanligini yozgan. Bu yolg'on xabarga aloqador Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlari raddiya berdi. Sharq Turkiston ma'rifat hamkorlik jamiyati bayonot e'lon qilib, bu xabarning butunlay yolg'on, asosi yo'q, safsata ekanligini bildirdi. Jamiyat tarafidan e'lon qilingan bayonotda mundaq deyilgan: Gülenchilar mediasi Uyg'urlarga tuhmat va hujum qilishga boshladi. Ular o'z manfaati va ichki nafrat va adovat sababidan Sharq Turkiston davosiga palti chepishga va davoni kiriltishga urinmoqda. Bular kim uchun ishlaydi hozircha aniq emas, ammo qanday badal to'lashdan qat'iy nazar Sharq Turkiston davosiga palti chepishga ruxsat qilmaymiz. Ularning Sharq Turkistonlik musulmonlarni qarlab xabar tarqatishi, besim va zulm qilayotgan ishg'olchi Xitoyga xizmat qilish va o'z qarindoshlariga xiyonat qilishdan boshqa narsa emas. Tarixga cho'qim mushundoq yoziladi. Yakanda 7 kishi yo'qolib ketgan, soqchilar 2 imomni tutib ketgan. Yakan nahiyasining sharqidagi Olmot yezisining bir kentida 7 kishi yo'qolib ketgan bo'lib, Xitoy soqchilari bularning tuyuqsiz hujum qilishidan qo'rqib, qattiq andish ichida qolgan va kentni muhosiraga olib, qattiq tekshirish elib borgan. Ya'ni kelib 2 imomni xalqning o'ttirisida haqoratlab tutib ketgan. İjtimoiy uchur vositalarida e'lon qilingan bir ma'lumotga qaraganda, Yakan nahiyasining sharqidagi Olmot yezisining bir kentida 7 kishi yo'qolib ketgan bo'lib, Xitoy soqchilari bularning tuyuqsiz hujum qilishdan qo'rqib, qattiq andish ichida qolgan. Shuning uchun Xitoy soqchilari shu kentni muhosiraga elib, qattiq tekshirish elib borgan. Kentdagi butun kishilarni to'plab, u 7 kishining nadiligini deb berishga zo'rlagan va qattiq so'roq qilgan, ba'zilariga qora chaplab, yo'qolib ketgan 7 kishi bilan munosabati borligini da'vo qilib, qattiq urgan. Ularning tuqqanlari va yaqinlaridan bo'lib, nurg'un kishini mushu sababdan qamab qo'ygan. Xitoy cho'moqchilari bumi yetmagandek, yana kentdagi 2 imomni xalqning oldida o'ri turg'izib, qattiq til haqorat qilgan va xalqni dinga da'vat qilibsan, qiz ayollarni yuzini yepishga da'vat qilibsan deb bog'lab beshiga xalt kaydirib elib ketgan. Xitoyning g'alchi soqchilari kent xalqiga tahdid qilib, kim dinga da'vat qildi ekan, oqibati mushundoq bo'ldi deb jar solgan. Bichora xalqning qalbi qon, ko'zlari yoshga to'lgan. Igi chaqisi bo'lmagan xalqdan hech kim hech narsa deyolmay, dardini ichiga yutib, turmaga kirib qolmaslikning va hayot qilishning ko'yida ekan. Xitoy soqchilari yana o'yma-o'y aqtirish elib berib, o'yda ishiltidigan kaka, palta, pichoq qatorliq har xil asboblarni yig'ib olgan. Yakanning umumiy rayonida besim qattiq kuchayib ketgan ahvolda bo'lib, Sharq Turkistonning umumiy rayonida besim qattiq kuchayib ketdi. Imonliq, vijdonli kishilarni yo'q qilishga, musulmon xalqimizni dindan yiroqlashtirishga urinmoqda. Hurmatli huzur-ko'rishlar, biroz avval xabar torbatlariga, butun Turkiyadagi xabar kanallariga yangidan tushgan bir xabarni oxirida buni diqqatingizga sunish bilan xabarimizni oxirlashtiramiz. Turkiya Cumhuriyeti Raisi Recep Tayyip Erdoğan Qozog'istonda ziyorati bo'lyapti. Bugun Qozog'iston ziyoratining 2-kunda Turkiston Ahmet Yesevi Universitetida bu yerda faxriy doktorlik unvoniga erishdi, unvoni berildi. Erdoğan bu yerda qilgan so'zida Sharq Turkistondan kelayotgan xabarlardan andish qilyapmiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Qozog'iston ziyoratining 2-kunida, ya'ni bugun 17 aprel Turkiston Ahmet Yesevi Universitetida so'z qilib, Sharq Turkistondan kelgan xabarlardan andish qilyapmiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan'a Turkiston Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafidan faxriy doktorlik unvoni berildi. Bu munosabat bilan Erdoğan üniversitede so'z qilib mundaq dedi: "O'rtaq madaniyat tariximizdan olgan bu merosni kelgusi avlodlarga qoldirish vazifamizdir. Türkiye bo'lish sifatimiz bilan tariximizning va jo'grafiyamizning bizga ortgan mas'uliyatchanligini to'nib yetamiz. Misrda mushtumzor hokimiyat tarafidan berilgan o'lim jazosi xalqning yuragini azobladi. Falastinliklarning haq huquqlariga hurmat qilmagan Isroiliyaning siyosatlari sababidan rayonda tinchsizlik hozirmi davom qilyapti. Bermadan Sharq Turkistondan kelgan xabarlar bizlarni izchil andishiga selyapti.
BDT Xavfsizlik Komitetining 5 doimiy a'zosi dunyoning taqdirini belgilay olmaydi. Belgilamaslik kerak deymiz. Chunki dunyo 5 davlatdan cho'ng. Undaq bo'lgan ekan, butun dunyoning taqdirini nima uchun bu 5 a'zo davlatdan birining qarori belgilasin? Bundaqda adil bir dunyo bo'lmaydi. Shuning uchun mo'rini mo'riga tirashga majburmiz. Cumhur raisi Erdo'g'anning bu nutqi TRT Türk va boshqa xabar kanallarida naq maydondan bevosita tarqatildi. Hürmetli televizyon görüşçüler, şuna qilib bu haftalık istiqlal xabarları programımız bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programımızı ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.